inson qadrini ulug'lash, ularni huquq va manfaatlarini davlat tomonidan himoya qilinishi, ularga sharoit yaratilishi bo'yicha katta bir maqsad vazifalar qo'yildi. Hozirgi kunda olib borilayotgan tizimli islohotlar, ijro intizomi, xalqning murojaatini eshitish tizimi, xalq qabulxonalarida ishlash tizimini o'zgartirish. Bunda albatta siyosiy partiyalarning o'rni va ularni ham xalq bilan muloqot qilish, qonunchilikdagi bo'shliqlarni aniqlash va bu bo'shliqlarni qonunchilikda takomillashtirish bo'yicha biz o'zimizga xulosalar chiqarib oldik. Prezidentimiz Qarshi tajribasini ilgari surdilar va shunda aytdilarki, har bir siyosiy partiyaga tavsiya berdilar. Mana shu viloyatga borib, har bir partiya o'zini dasturiy maqsadlaridan kelib chiqib, kimdir ijtimoiy masala, kimdir sud huquq masalasida, kimdir aytaylik tadbirkorlik masalasida mana shu joylarga tushib, u yerdagi masalalarni, muammolarni yechimi bo'yicha takliflarni o'rganib va ular asosida mana shu qonunchiliklarga taklif kiritish, shu bilan birgalikda yanada ham yaqinroq quyi tizimda xalq bilan muloqotda bo'lish tavsiyasi berildi. Albatta biz 1-apreldan boshlab 31-dekabrgacha mana shu tizimda har bir siyosiy partiya, ya'ni o'zimizning Xalq demokratik partiyasini ham yo'l xaritasini qabul qilamiz va asosan biz ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlari bilan ishlaganimiz uchun biz ijtimoiy himoya tizimidagi, pensiya tizimidagi, sog'liqni saqlash tizimida, bandlik tizimidagi masalalarni chuqurroq tahlil qilamiz va bu yerdagi bo'shliqlarni qonunchilikda takomillashtirish bo'yicha o'z takliflarimizni beramiz.